Salom qizlar, bugun sizlar bilan storiyada aytgan bulchkani qilamiz. 1 stakan sut, 1 stakan suv, 1 piyola to'la shakar, 2 tuxum, 1 choy qoshiq tuz, 2 choy qoshiq dro'jja. Minchikda yaxshilab aralashtiramiz yoki shu holatga kelmaguncha. Unimizni elab 2 tarelka un solib aralashtiramiz. Xona haroratida erigan margarinni tayyorlagan masallig'imizga solamiz. Yaxshilab bir-biriga yedirib, xamirimiz qo'limizga yopishadigan bo'lishi kerak. Orada shunaqa bo'yin sho'rva osib qo'ydik. O'g'lim bo'ynini yaxshi tutadi, hamda quvvat bo'ladi. Bulchkamizni xamiri oshibdi, qo'limizni yog'lab, zolachalarga bo'lib 2 minutga dam oldirib qo'yamiz. Plitka shokoladdan solamiz. Menga bittasiga yetmadi. Xamirim o'ziga quyuqroq varenье solib tugib qo'ydim. Bulchkani ustiga surishga tuxumni sarig'i, 2 choy qoshiq sut solib sursanglar chiroyli chiqadi. Ustiga sepishga qand upasidan ishlatsanglar bo'ladi. Qand upasi bo'lmasa shakarni blenderdan o'tkazib ishlatsanglar qand upasidan umuman farq qilmaydi. Mana bulchkalarim dumaloq emas, turburchak bo'lib qoldi. Hech narsa qilmaydi. Muhammadchi bech bo'lib qolmadi. Shokoladni erigan videosini olgandim. Qilib videosini o'chirib qo'ydim. Orada o'g'limga kashasi tugab qolganda yangisini ochdim. Men kashasi korobkalarni hammasini shunaqa qilib qo'yaman, sababi menga shunisi qulay. Kasha olayotganimda ustidagi qopqoqchilar menga xalaqit beradi. Bu esa kashani to'kishimga sabab bo'ladi. Korobkani qing'ir-qiyshiq qilib kesib oldim. Hech qisi yo'q, qilgan ishim o'zimga yoqsa bo'ldi. Dayimdan uylariga kelganimda bir sutka kiyim bilan kelaman. Bugun bilsam bolalarimning kiyimini yarmi shu uyda ekan. Kiyimlarini taxlab bir chekkaga qo'yib qo'ydim. Keyingi safar kelishimda umuman kiyim olib kelmayman degan qarorga keldim.